Bugün senin günün sevgilim. Çoğal o'g'lingizga qarang, kelinga gul beryapsiz, menga bitta xashak ham bermagansiz. Ya, sen molmisan, senga xashak beraman. Boring. Bo'ldi, kampir. Arkanamda. Ya, o'yla ovozing o'tsin uning. Bugun sening nima edi sevgiling, meni karachima ol. Çoğal, men sizga molman, gulni otasi romantika qilib bering. Nima edi u romantika? Hamma yoshlar qilyapti-ku, ana bunday avayam yo'q. Menda faqat bunday bo'ladi, unaqa bo'lmaydi menda. Mana. Çoğal, to'g'ri, o'g'lingiz bilan keliniz TikTok'ga kontent olyapti, biz ham kontent olaylik. Duo olaylik, 2 yil umring qoldimi yo'qmi? Padaringlar. Qani o'g'ling? Ajabsin. Uyiming bor, o'zim ovqat qilyapsizlarmi? Kelin, ana lampochka chiqingizni berib turing. Nima qilyapsiz, Taticha? Molxona sveti o'chib qolibdi, padaringlar. Man up shoot and it's a toe, İyi uylay, çoğal, hatta bir yüzümden öpeyim. Qanday o'pay? Og'zimda nosim bor, qanday o'pay? Kontentingga tushayotganimga jonda. Yetdim nosimni mana. Kraliçem ishkalatiye dubayskiy ishkalat keldi. Eri keldi, eri. Ayang ko'rmasin, ayang. Çoğal, Ana ko'rdi. Ha. menga dubayskiy shikoyat olib bermaysizmi? Yaxshi. Ya dada. O'g'limda ko'pmi puli? U menimcha xotin quli. Bo'y. Kim nima qilsa shuni qilar? Bo'kib yega hopmi? Çoğal, menga dubayskiy shikoyat olib kelmadingizmi? Ey, bu iranskiy shokolatingdan ham zo'r, tushundingmi? Bu sifatni Dubai Bafes degan bafilari. Sifat hozir trendga chiqdi. Hamma bloger reklama qilyapti. Bo'ldi, mana shuni yeginda maza qilgan, men qaytib bezovta qilib urib o'ldirib qo'yaman. Çoğal, o'sha biri bor. Yana nima bo'ldi? Ana ularni spalni bilan vannaga atir ko'rsatib nimadir qilishmoqchi. Lekin buni qila olmaymiz, kampir. Nimaga? Mana qara. Men ham atirgul sepa olaman, lekin boshqasini qila olmayman. 84 ga kirdim. Buyog'i endi bunday bo'lib turgandan keyin buyog'ini buni shuni qanday qilamiz? Ay! La 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 hamisha la la